Assalomu alaykum. Agar siz 18 yoshda bo'lsangiz va hali universitetni bitirmagan bo'lsangiz, lekin pul topishni boshlashni xohlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun biz sizga moliyaviy erkinlikka qanday qadam qo'yish, diplomni kutmasdan qanday daromad topish haqida gapiramiz. Oddiy, tushunarli va eng muhimi, amaliy maslahatlar bilan tushuntiramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bugungi kunda pul topish uchun imkoniyatlar juda ko'p. Lekin katta savol, qaysi sohani tanlash kerak? Bu yerda ikki narsaga e'tibor beramiz. Sizga qiziqarli bo'lgan ish, bozor talab qiladigan soha. Masalan, hozirgi kunda xizmat ko'rsatish sohasiga bo'lgan talab oshib bormoqda. 2023-yilda internet orqali xizmat ko'rsatishning global bozordagi ulushi 300 milliard dollardan oshdi. Masalan, siz grafik dizayn bilan shug'ullanasiz. Internetda grafik dizayner bo'lib ishlash orqali yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Yoki fotografsiz. Unda odamlarning tug'ilgan kuni yoki to'ylari uchun xizmat ko'rsating. Avvalo o'zingizga savol bering. Men nimani yaxshi bilaman? Yoki nimaga tez o'rganishim kerak? Shu orqali yo'lingizni boshlang. Masalan, siz yoshligingizda rasm chizishga qiziqqan bo'lsangiz, bu kelajakda sizni dizayner bo'lishingiz mumkin degan. Yoki mashinalar ichidagi qismlarga qiziqqan bo'lsangiz, bu robototexnikaga qiziqishingiz bor degan. Yana bir misol, agar siz she'r yozishga qiziqqan bo'lsangiz, kelajakda adabiyotshunos olim yoki ssenarist bo'lishingiz mumkin. Hozirgi paytda yaxshi ssenaristlar oyiga $1000 dan kam pul topishmayapti. Misol uchun, ushbu video ssenariysini ham yaxshi ssenarist yozgan. Bugungi kunda internet orqali pul topish imkoniyatlari cheksiz. Hozir siz bilan 3 ta eng ommabop yo'lni ko'rib chiqamiz. Freelance platformalari, Fiverr va Upwork. Dunyo bo'ylab 1,2 milliarddan ortiq odam freelance sifatida ishlaydi. Bu esa har 3 ishchidan birini tashkil qiladi. Masalan, siz copywriting yoki dizayn bo'yicha xizmat taklif qila olasizmi? Fiverr yoki Upworkda ro'yxatdan o'tib, birinchi buyurtmangizni qabul qiling. O'zbekistonlik yoshlar orasida bu platformada ishlayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Boshlash uchun maxsus bilim bo'lishi shart emas. YouTube'dan bepul darslarni o'rganing va biror kichik loyiha bilan boshlang. Masalan, mening bir tanishim AliExpress'dan aksessuarlarni olib kelib, ularni Telegramda sotishni boshladi. Avvaliga 500 ming so'm foyda ko'rdi. Keyinchalik bu daromad 10 barobarga oshdi. Kichikdan boshlang. Bir necha mahsulot sotib oling, ular yaxshi sotilsa, biznesni kengaytiring. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kontent yaratish. Fakt, 2022-yilda ijtimoiy tarmoqlarda daromad qilayotgan odamlarning umumiy daromadi 20 milliard dollardan oshdi. Masalan, siz TikTok yoki Instagramda qiziqarli videolar yaratib va keyinchalik reklama orqali daromad qilishingiz mumkin. Maslahat, ijtimoiy tarmoqda muvaffaqiyatga erishish uchun doimiy va kreativ yondashuv muhim. Yangi trendlarni kuzating va ularga mos kontent yarating. Qo'shimcha daromad yo'llarini o'rganing. Qo'shimcha daromad topish uchun oddiy xizmatlar ham katta foyda keltirishi mumkin. Quyidagi misollarga e'tibor bering. Mahalliy biznesda yordam. Masalan, siz restoran, kafelarga yordamchi sifatida ishlashingiz mumkin. Bunday xizmatlar ko'p hollarda 2-3 million so'm daromad keltiradi. Dars berish. Biror sohani yaxshi bilasizmi? Masalan, matematika yoki ingliz tilini. Mahallangizdagi yosh bolalarga dars bering. Bu soha kichik daromad bilan boshlanadi, lekin tajriba orttirib, keyinchalik daromadingizni oshirish imkoniyati bor. Moliyaviy boshqaruvni o'rganing. Pul topishning o'zi yetarli emas. Uni to'g'ri boshqarish ham muhim. Bu yerda 3 ta qoidaga amal qiling. Jamg'arma yarating. Daromadingizning kamida 10%ni chetga qo'ying. Bu kelajakda kutilmagan xarajatlar uchun xavfsiz yostiq bo'ladi. Keraksiz xarajatlardan voz keching. Sizga haqiqatdan kerak bo'lmagan narsalarni sotib olmang. Masalan, yangi telefon o'rniga eskisini ishlating. O'z bilim va malakangizga sarmoya qiling. Daromadingizning bir qismini o'zingizning rivojlanishingiz uchun sarflang. Bu kelajakda sizga ko'proq pul olib keladi. Do'stlar, 18 yoshda pul topishni boshlash uchun diplomni kutib o'tirish shart emas. Bugun biz siz ko'rib chiqqan usullar bu oddiy, lekin samarali qadamlar. Endi sizda faqat bitta narsa talab etiladi: harakat qilish. Shunday ekan, izohlarda boshlayman deb yozib qoldiring va birinchi qadamni hozirdan boshlang. Sizga omad tilayman va esda tuting. Muvaffaqiyat faqat
o'z qo'lingizda. Ushbu siz ko'rib turgan qadam loyihamizda biz muvaffaqiyatga birgalikda erishishimiz uchun hayotimizga yaxshi ta'sir qiluvchi omillar haqida videolar joylab boramiz. Maqsadimiz oddiy, lekin katta jamiyatimizda kuchli insonlarni iloji boricha ko'paytirishga yordam berish va kichik qadamlar bilan birga katta natijalarga erishishdir. Gaplarimiz balandparvoz eshitilishi mumkin, lekin biz buni uddalaymiz. Bu video orqali qanday xulosalar chiqarganingizni izohlarda yozib keting. Videomiz hamkori va homiysi Cinerama platformasiga alohida tashakkurimizni izhor qilamiz. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha, aytgancha sahifamizga obuna bo'lib, mana bu qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.